Bizning shaharlarimizda muzlovchilik hünərlik qilib 1 million pul tepib, loxo mashina olgan bir bovoy aka, undan bo'lsa biz ziyorat qilaqaylik. Yuringlar. Yaxshimi dada? Yaxshi. Anglasa mash muzlovchilik hünərdə 1 million pul tepib, loxo mashina oldi deydi sizlarni. Rasmi ya? Ben kichik mashina olgan, mashina balamga aytgan. Ha, o'zlarim uyni qiliblar. Men uyni qilib necha yil bo'ldi? Ma 50 yıl bo'ldi zaten. 50 yil bo'ldi. Hani 50 yildan biri qanchalik pul topganlar? 50 yıldan birisi pulni sanab bakmadım hem de. Sadaqsiz toplamsa. Hozir necha yosh kirasizlar? 82 yosh kisdim ben. 82 yoshmi? Xotin bola bormi? Ba. Uyni mana shu uyni qilib olganlar. Ha, uyni qildi. Bir oilani baqlash shunami? Ha, bolalarımni men baqmayman. Hozir mana o'ylab qoldim-ku. Hozir men zaman taraqqiy qilaverib, bilqi kiyim-kechakniki so'tsi hozir nim qilib ketamasmi? Oyoqlama bizda yosh bola bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, kunda bir tal oyoq kiydigan, azroq ajrab o'g'izcha tashvatadigan ishlar bekchiq. Lekin hozir men sizniki men so'd kasatlashib ketganmidi deb o'ylasam, bir oilani muntazam beqiyotimiz deylar. Muntazam beqiyot. Asosan sizning oldinlarga keldigan odamlar 70-chi, 80-chi, 90-chi yilning odamlarmi, 2000-chi yilning odamlarmi? Şu köpüncüsü xayrlar keldi. Köpüncüsü yaş çoğulma? Ha, yaş çoğulma. Hani köpüncüsü yaş çoğulma, hem asasen ıqtisatçılık keldi. Iqtisatçılık oldu. Bir adamdaki maaşı bilen bir aileni qamlaydigan bo'ldi, şuna mı? Ama şu bulup hozir bizning davrimizdagi mana shu yoshlarga shundaqlar mana 2000 yildagi bolalar qarta sizning qanday nasihatlari bor. Masalan, hozir asosan turmush qurayotganlar olsun, yoshlar olsun, qanoat qilmaydigan, hali turmushdan vaysaydigan ishlar bekchi qilib ketib bordi emasmi? Shuni qarta sizlar bir ishga yig'iz gap qilib bermamlar. Endi ba'zan bolalar maktabda o'qib kelgan bolalarmi bor. Lekin ish o'rni topolmadi, topolmagandan keyin o ota-onasiga bir yuk oldi. Ma ishni qilib o'rgatib qo'yil desak, ular unutmaydi. Mana ish yaratmaydi. Yaratmaydi. Ha. Çoğu iş kıldın kelmeydi, kişinin işini yaratmaydı. Şunların pul yok da ota-onasilar uğraşıp böyle oturdu. Ondan göre şimdi kısak. Az bolsa cık olsun. Ben çıkanken pul buludu. Ha, bir turmuşun qamdap bir turmuşun qamdap mağazı. Ben bu başı kayır bolsam mı ben hazır. Bir oyunun turmuşunu qamdap su puli, toh puli. Kümü uyan bir yan pul silemiz töylep kivatım hemen. Günü neç pul tapılamış mozulçulukta? Günlüğü 50-60 koy tapalayım ben. Günlüğü 50-60 koy? 50-60 koy tapalım. Onda olsa 30 günde. Neç pul tapalayıp gel la? Otur hesap bilen. Bir yerim koy. 2000 koy oldu. Bir aylık kişilerge yetemdi. Yüzü de var şu. Hani bazılarınki 10.000 koy maaş alsıma maaş yetmeydiğen. Bazılarlar 500 koy, 1.000 koy iqtisat kıtma bir ayda. Turmuşunu keçirdiği işi var ki bu asasen turmuştan razı oluş, minnettar oluştan direkt verdik şuna mı? Şuna. Razı olsak yaxşı. Az olsun, cık olsun. Kanaat kılıp kıtpersek şunu kıl buldu. Takıl buldu. Maqul rahmat, ömürleri uzun bo'lsin. Ma sodlar kundan kunga ro'naq topsin. Bo'ldi, rahmat sizlarga. U chiqchilikda oshqandan mana usti yetib sigara qiyada ichishni o'ylashmadingmi? Onu qilsak o unmaydi ekan. Uni unmamda. Biz yep narsa qilsak unmaydi. Eskine 50-60 koyun bor, 30 koyun 20 koyun bor. 100 koyun bor. 100 koyun bo'lib qoldi ekan. Xudo aldimi? Oğlan ep yo'q hozir. Hamsi ona olsa yen xutnaqdek pulchuqlag'anlar. Bir xutnevaslar. Yuvasam bo'ldi tabi. Hozir kirib ketdim hamda. Ma oyoqlarini, chaplanini tikkizgili yosh bolalar kelamdi. Hamda yosh cho'nglar kelamdi asosan. Bu endi siz qo'yingizga. Qiyyor yashamiz keldi. Qayerga yashamiz kelamda? Sizning avlodlarga asosan 70-chi, 80-chi, 90-chi yillar odamlar kelamdi. Ma u 2000-chi yillar bolalar bekaraq kelamdi. 2000-chi yillar bolalar bekaraq keldi. 2000-chi yillarmi? Ha. Ay, ikki oyoqni kiyamdi 2000-chi yillar bolalari. O kiydi, kiymay. Hozir men o'ylayotganman, ammo 2000-chi yilning bolalari hali oyoq ozroq ajrab bo'g'icha tashvatam deb o'ylagandim. Undaqmi aka? Ya taşınmaydı. Ha. Her capak yaş balığa ayaklı bir kez yamdık. Ha. Taşımatmaydı. Ha. Anda basma doyuň çıkırbatma ha sizni. Neydi? Ha, ma şu çapanga lasron tutgandaymiz, ma ayak yamtıdgan bütün dostlarımız ma muzdoz akaşını qollasaňlar boğdakçımı dostlarımız hamda soqni soqdimay. Bizden ma şu kiçikgina bir hajtimizden çıkırke.
yuqorida bir qancha bovaylarni, muzlovchi bovaylarni ziyorat qilish orqali hamda mana shu turmushda izchillik bo'lsa, har bir qilgan hunarimiz bo'lsin, xizmatimiz bo'lsin, har qanday dehqonchilik bo'lsin, har qanday bir ishimizni izchillik bilan davomlashtirsak, shu ishning natija chiqqanligini his qildik deb o'ylayman. Uningdan boshqa hamda biz yosh bolalarda, menning kichik ukallarim, singillarimda asosan bir ishni boshlablam, oxiriga chiqib bo'lguncha voz kechib ketadigan, davomlashtirishni xohlamaydigan izchillik yo'q ahvollar bo'laydi. Hamda ba'zi bir yoshlarimizda hamda 20 necha yosh bo'liblam, shunday yangilik yaratib, eglik tiklab, nurg'un pul tepatgan bolalar az emas. Shunga mana shu filmni ko'rish orqali bütün do'stlarimiz hamda yosh cho'nglar bo'lsin, yosh bo'lsin, har qandig'imiz tirishib bilsak, kichik-kichikdan bo'lsin, izchilligimizni yo'qotib qo'ymasak ham, cho'qim qarashimizning natijasi chiqarganligini men mis qildim, siz mis qildingiz.